Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Sizlar bilan Dohua kanali va men X-Rayim. O'lmas Rengade yoki asosan Rengade Immortal nomi bilan tanilgan asl Xitoy nomi o'zbek tilida to'g'ridan-to'g'ri tarjimasi avliyoning qarama-qarshiligi bo'ladi va bu Sianni deb atalgan mashhur Xitoy dohuasi hisoblanadi. Bu dohua kuchli motivatsiya, murakkab ruhiy sayohat va kuchli personajlar orqali tomoshabinni jalb qilmoqda. Donghua haqida umumiy ma'lumot berib o'tsam, asl nomi avliyoning qarama-qarshiligi yoki Sianni. Ushbu donghua Xitoy animatsiyasi orqali tayyorlangan. Janri fantaziya sarguzasht, Sia. Studiya Tencent Penguin Pictures tomonidan taqdim etiladi. 2023-yil 25-sentyabrda boshlangan, hali ham davom etayotgan ongoing holatdagi donghua hisoblanadi. Donghua qismlari davomiyligi 20-25 daqiqa davom etadi. Hozirgacha 122 ta qism va bitta film chiqib ulgurgan. Umumiy ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Syujet haqida gapiradigan bo'lsak, dohua Manglin ismli oddiy qishloq yigitining hayotiy markazga oladi. U yaxshi aqlga ega, oilasi juda qo'llab-quvvatlaydi, lekin boshqalar uni kichik va ahamiyatsiz deb hisoblashadi. Bir kuni uni tasodifan o'lmaslar kuchli yo'lni o'rganish uchun imkoniyatni qo'lga kiritadi. Ammo uning iste'dodi boshqalarnikidan pastroq bo'lib chiqadi. U boshqalarning qarashlariga qarshi turish va o'z yo'lini topishga qaror qiladi. Oddiy imkoniyatlardan boshlab ko'pgina dushmanlar, fitnalar, murakkab vazifalar, hayot va o'lim janglaridan o'tayotib, u asta-sekinlik bilan o'lmas bo'lish sari yo'l oladi. Hikoya ko'pincha moral savollar, taqdirga qarshi kurash, o'zini topish va o'sish kabi mavzularni o'z ichiga oladi. Wanglin bosh qahramon cheklangan iste'dod bilan boshlaydi, lekin maqsadiga erishish uchun chegarasiz iroda bilan kurashadi. Li Mushan, Li Muwei, Si Tunan asosiy yordamchi personajlar sifatida paydo bo'lgandan so'ng, dohua yanada sheriklik va dushmanlarga to'la qiziqarli tus oladi. Ushbu donghua nega endi donghuachilar orasida mashhur? Keling, batafsil tahlil qilamiz. Juda uzun hikoya, juda uzoq va chuqur rivojlanadigan syujet novellaga asoslangan. Tomoshabinlarni ko'p jihatdan hayratda qoldiradi. Jang sahnalariga keladigan bo'lsak, katta masshtabdagi dramatik, strategik janglar donghuada juda ham ko'plab topiladi. Seriyalar esa hafta davomida chiqadi. Yangi epizodlar muntazam ravishda namoyish etilmoqda. Keng auditoriya, ko'plab fanlar tomonidan yuqori reytingga ega va dunyo bo'ylab muxlislar tobora ortib bormoqda. Albatta, ushbu dohuani qayerda tomosha qilish mumkin deyishingiz mumkin. Sizlarga Banana TV platformasini taklif qilamiz. Nafaqat Rengade o'lmas, balki ko'plab donhualarni o'zbek tilida sifatli dublyajda topishingiz ham mumkin. Qo'shimcha maslahat sifatida, agar sizga keng dunyo, chuqur qahramon motivatsiyasi va murakkab qiyinchiliklar bilan to'la syujetlar yoqsa, sizga albatta Rengade o'lmas mos bo'lishi mumkin. Donghuaning boshida syujet tez o'zgarishi bilan biroz ko'nikmasligingiz va tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Ammo biroz sabrdan so'ng ushbu donghuaga teng keladigan asarni topa olmaysiz. Rengade o'lmas rivojlanish darajasi bu osmon va yerdagi har yerdagi mavjud bo'lgan ruhiy energiyani maxsus nafas olish mashqlari orqali singdirish amaliyotidir. Bu jarayon odamga o'limli tanani cheklovlardan xalos bo'lish imkoniyatini beradi. Hozirgi davrdagi kultivatsiyaning asosiy maqsadi daoni yetishtirishdir. Birinchi bosqich kultivatsion dao iboradagi yetishtirish so'ziga tegishli. Ikkinchi bosqich esa kultivat va dao so'zlari o'rtasidagi ko'prik hisoblanadi. Bu to'liq kultivatsion daoga o'tkazish uchun kalit. Aynan ikkinchi bosqichda yotadi. Uchinchi bosqich esa haqiqiy dao. Ammo bu dao samoviy dao emas. Samoviy klan kultivatsiya bosqichlari birinchi bosqich. Bu bosqichning maqsadi ikkinchi bosqichga tabiiy qonunlarni anglash uchun poydevor yaratish. Chik kondensiyasi hisoblanadi.
Xitoychada Ningchi bosqichi birinchi bosqich, darajasi esa birinchi daraja. Ruhiy harakat bosqichi, ya'ni chi kondensiyasi osmon va yerning ruhiy energiyasidan foydalanib, tanani ichkaridan tashqarigacha tozalash, mustahkamlash jarayonidir. Bularning barchasi poydevor qurish bosqichiga tayyorgarlik uchun amalga oshiriladi. Bu bosqich 15 ta qatlamdan iborat bo'lib, birinchisidan tashqari barchasini bosib o'tish uchun maxsus zikr talab etiladi. Bu darajada ikki xil nafas olish texnikasi o'rganiladi. Chi yig'ish texnikasi bu kultivatsiya jarayonida doimiy ishlatiladi. Chi sochish texnikasi esa xavfsizlik chorasi bo'lib, masalan, poydevor qurish yoki undan yuqori bosqichlarga o'tishda muvaffaqiyatsizlikdan saqlanish uchun ishlatiladi. Bu bosqichda esa ikkita to'siq mavjud. 3-qavatning cho'qqisida va 5-qavatning cho'qqisida. Chi kondensiyasi darajalari birinchi daraja texnikani mashq qilish mumkin bo'ladi. Ikkinchi darajada ilohiy ong uyg'onadi. 3-darajada to'siq yorib o'tish kaliti iste'dod emas, balki yo'l shafqatsiz degan iboraning ma'nosini anglashga bog'liq. Situnan bu iborani qishloq sektalarida tarqalgan bema'ni gap deb hisoblaydi. 4-5-darajalar to'siq. 5-darajadan 6-darajaga o'tishda tanadagi ruhiy energiyaning sifati o'zgaradi. Bu juda katta miqdorda ruhiy energiya talab qiladi. Shu sababli ko'plab odamlar shu yerda to'xtab qoladi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-darajalar oddiy o'tish bilan o'tib ketish mumkin. 14-daraja ruhiy harakat, yarim aylana deb ham ataladi. 15-daraja bu eng so'nggi daraja. Qiziqarli ma'lumot sifatida Situnaning ta'kidlashicha, chi kondensiyasi ruhiy harakat bosqichlari aslida bir-biriga teng. Ammo turli usullar ruhiy harakat usuli 4-darajali davlatlar va undan yuqorida qo'llaniladi. Bu esa uni aniq ustunroq amaliyotchiga aylantiradi. Undan so'ng esa asosiy shakllanish bosqichi. Xitoychada Zuchi bosqich birinchi qadam. Daraja 2-daraja. Chini to'plash. Ruhiy harakat bosqichida yetarli miqdorda ruhiy energiya yig'ilgach, kamida 14 yoki 15-darajaga yetguncha kutadi. Yetishtiruvchi ushbu energiyani butun tanasi bo'ylab aylantira boshlaydi. Bu jarayonda ruhiy energiya tanani tozalaydi, mustahkamlaydi va uni keyingi yetishtirishdan bosqichga mos holatga keltiradi. Shu sababli bu jarayon asos qurish yoki asosni shakllantirish bosqichi deb ataladi. Bu yetishtirish yo'lidagi birinchi haqiqiy qadam hisoblanadi. Chi to'plash bosqichida esa faqat tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Usullariga kelsak, asosni shakllantirish bosqichiga kirishning 3 ta asosiy usuli mavjud. To'g'ri usul katta miqdordagi chi yordamida tanani mustaqil ravishda mustahkamlash. Bu eng qiyin, ammo eng barqaror va sof usul hisoblanadi. Yordam orqali erishiladigan usul ko'pincha sektalarda uchraydi. Bu usulda yangi ruh bosqichidagi yetishtiruvchi o'z kuchi bilan shogirdiga rivojlanishda o'tishga yordam beradi. 3-si esa boshqaning asosini o'g'irlash usuli. To'g'ri bajarilsa, mutlaq muvaffaqiyat darajasiga ega. Ammo buning uchun tirik asosni shakllantirish bosqichidagi yetishtiruvchi qurbon qilinadi. Qo'shimcha foyda sifatida foydalanuvchi qurbonning tug'ma iste'dodining bir qismini qo'lga kiritadi. Usul iblisona amaliyot hisoblanadi. Bosqichlariga keladigan bo'lsak, dastlabki asosni shakllantirish cho'qqiga yaqin dastlabki bosqich. Yetishtiruvchining chi miqdori asosni endi shakllantirgan paytdagi 2 barobar ko'p bo'lganida, o'rta asosni shakllantirish, kechki asosni shakllantirish, asosni shakllantirish cho'qqisi, soxta yadro shakllanishi bosqichlariga sekin-astalik bilan o'tib boradi. Qiziqarli ma'lumot sifatida kitob boshida Situnan shuni ta'kidlaydiki, chi to'plash bosqichining kechki darajasida turib, uni to'liq yakunlamasdan ham asosni shakllantirishga kirish mumkin. Ammo bu tavsiya etilmaydi. Yer ostiga ko'tarilish usuli orqali ruhiy chi o'rniga toza yin chi yordamida ham ushbu bosqichdan o'tish mumkinligi ko'rsatilgan.
Keyingi bosqich esa yadro shakllanish bosqichi. Xitoychada Jedian bosqichi. Birinchi qadam. Daraja 3. Yetarlicha miqdorda ruhiy energiya yutilgach, dantian parchalanadi va uning o'rnida oltin yadro hosil bo'ladi. Ushbu yadro pastki qorin bo'shlig'idagi meridianalar bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Ko'tarilish bosqichi. Hikoya davomida yadro shakllanishining bir nechta usullari uchraydi. To'g'ri usul Jin D'Artagnan nuqtasi ichida qattiq yadroga aylantirish orqali amalga oshiriladi. Ikkinchisi soxta yashil yadro usuli. Uchinchisi esa boshqaning yadrosini o'g'irlash. To'rtinchisi esa yer osti ko'tarilish usuli. Bu usul 6-darajali mamlakatdagi iblis yetishtiruvchilar tomonidan qo'llaniladi. Har bir usul amalga yaroqli, ammo natijasi va barqarorligi, muvaffaqiyati ehtimoli turlicha. Soxta yadro shakllanishi yashil yadrolar 4-darajali mamlakatlarda uchraydigan va iblis texnikalari yordamida yaratilgan soxta yadrolar turidir. Ularning oddiy yadrolardan asosiy farqi shundaki, haqiqiy yadro shakllanish bosqichidagi yetishtiruvchi faqat bitta yadroga ega bo'lishi mumkin. Soxta yadro egalari esa 10 minglab yadrolarga ega bo'lishi mumkin. Bu yadrolar o'zini portlatish uchun ishlatilganida nihoyatda xavfli hisoblanadi. Jasadlar sektasi. Jasad sektasi, aniqrog'i Zixao mamlakati bo'limi. Jasad Yin sektasi aynan yashil yadro amaliyotidan faol qo'llashi bilan mashhur. Bosqichlariga kelsak, dastlabki yadro shakllanishi, o'rta yadro shakllanishi va kechki yadro shakllanishi. Cho'qisi buyuk aylana yadro shakllanishi. Ushbu videorolikni shu yerda yakunlaymiz. Agar davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, like bosing, obuna bo'ling va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Dohua tahlili kanali UzExtreme hamda ssenariy muallifi Yoriji. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.